Inamarkani qimmatini garajga qo'yib qo'yishadi. Mashinada bor o'zligisi jing yurib qo'yishadi. 4 oy ketgan vaqtimizni ko'rsatadigan payt keldi. Damas yoki Labo haydaydigan okalar bormi? Kommentariyaga bitta belgilab ketasizlar. Sizlar anchadan beri kutgan yangilik. Uni video davomida aytib ketamiz. Hozir bo'lsa o'zingizlar bitta baho berib qo'yasiz. Bir oy davomida maslahatlashib birga qildik. Kichkina emas, kattagina proyekt. Bu mashinani eski holati esinglarda va mana hozirgi holati. Mashina butunlay o'zgargan. Tashqi tomonga tillarang tanlangan va rami qismlaridan butunlay bo'yalgan. O'zingizlar ko'pchilik tanlov qilgan 4 ta BBS diski taqilgan. Undan tashqari izotermik furgon o'sha tillarangni o'ziga birga bir qilib tadbir qilingan. Aligaponni rangini o'zingizlar ko'ryapsizlar. Yonadigan reklama qilingan va chetki qismlariga hammasiga tillarangli nerjaveka tanlov qilingan. Endi orqa qismiga keladigan bo'lsa, shunaqa sizlarga hozir bitta savol berib ketaman. Mana narsa nima uchun qo'yilgan? Gabarit chiroyli. Butunlay mana shu stoykalarigacha shu izolyatsiya bo'lgan. Katta bakovoy qo'yilgan, oldi aplisovka va banteri koros hammasi night paketda bo'lgan. Bu mashinani faqat tashqi tomonda butunlay o'zgarmagan. Baribir shu mashina ruli boshqacha chiqdi deb bor. Salon qismi butunlay o'zgargan. Esinglarda bo'lsa, sizlar bilan aynan shu rangni oxirida tanlov qildik. Dinamika va nappa koja. Orqa qism patolog dinamikani o'zidan bo'lgan. Tarpetka nappa koja bo'lgan. Tarpetkani o'zi tikilgan, bo'yalmagan. Apshikalarimiz ham hammasi nappa koja va dinamika material. Sidinani dizayniga bitta baho berib qo'yasiz. Monitor qo'yilgan. Undan tashqari tablosiga bitta e'tibor berib qo'yasiz. Koreyskiy labon tablosi qo'yilgan. Endi sizlar bilan eng asosiy joyiga keldik. Eshitib turing. Mashinamiz yarim оборотda o'zida zavod bo'ldi. Karburatorni sistemani bu yog'iga umuman esdan chiqaramiz, chunki mashinamiz to'laqonli injektor sistemani o'ziga o'tdi. 4 oy ichida bitta qilingan ishlarni ko'rsatib berdik. Sizga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasiz. Obuna bo'lsangiz, undan ham xursand bo'lamiz. Xizmatlar bo'yicha bemalol pastdagi telefon nomerlariga murojaat qiling.